Sulaymon alayhissalom qo'shinni to'xtatdi. Chunki Alloh taolo unga mitti chumolining ovozini eshitish va tushunish mo'jizasini bergandi. U zot mitti jonivorning o'z qavmini asrash yo'lidagi cheksiz g'amxo'rligini tinglab, chin qalbni yorituvchi tabassum qildi. Subhanalloh. Bu mitti jonzot o'z xalqini qanday qayg'urmoqda? Va u bizning adolatimizga ishonib, ular bilmasdan bosib ketmasinlar deb bizni oqlamoqda. Robbim, meni o'zing menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr etishimga va sen rozi bo'ladigan solih amallar qilishimga muyassar etgin va rahmating ila meni solih bandalaring qatoriga kiritgin, deya shukr bilan duo qildi odil Sulaymon alayhissalom. Hatto oyoq ostidagi mitti chumolini ham eshitgan va unga rahm qilgan adolat. Subhanalloh. Videoni yaqinlaringizga ham ulashing.